yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Onaginam kel poyingga men tiz cho'kay. Meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Bag'ringga boy. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun biz Yangi San'at mahallasiga tashrif buyurdik azizlar. Bugun 3-aprel sanamizda Manzura ayajonimizni tavallud ayyomlari munosabati bilan barcha farzandlari tomonidan tashrif buyurdik azizlar. Bugun Murod dadajonimiz Manzura ayajonimizni xursand qilishlik uchun xonadonlariga tashrif buyurdik. Bizni kuzatishda davom eting, marhamat.
bo'lishlik uchun sizni keliningiz Orzugul tomonidan tashrif buyurdik deymiz. Albatta hamda sizni o'g'illaringiz, qizlaringiz uzoqdan turib 2 nafar qizalog'ingiz tomonidan tashrif buyurdik deymiz onajon. Qonimizni metin irodali farishtamiz, go'zal onajonimiz, mehribonimiz, g'amxo'rimiz, suyanchig'imiz, tog'imiz bizni eng avvalo baxtli qila oladigan yagona, yakkayu yolg'iz onajonimiz, farishta insonimiz. Sizni shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Aytarman har so'zim dildan, soxta emas ishoning chindan. Qabul aylang tabrigim bugun, o'zgachadir siz tug'ilgan kun. Sizga tilaklarim ko'pdir shu bugun. Allohim barini ijobat qilsin, hech ham yuraklarda qolmasin tugun. Doimo baxtli yashang, tilagim yaqinlar baxtiga bo'ling siz omon, ma'noli, mazmunli o'tsin bu umr. Insonga so'zingiz bo'lsin bir darmon, doimo baxtli yashang, tilagim shudir deymiz onajon. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Albatta hozir onajon shu yerda sizni turmush o'rtog'ingiz ham shu yerda ekanlar. Albatta hozir Orzugulni, bolalaringizni, otajonlari, mehribonlarni ham yoningizga chaqirib qolamiz otajon. Alqishlab qolamiz otajonimizni. Assalomu alaykum otajon, onajon. Sizlarni bugungi mana shunday xursandchilik kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Avvalambor otajon, sizni baxtingizga onajonimiz, onajonimizni baxtiga siz sog' bo'ling deymiz. Ilohim umrlaringiz ziyoda bo'lsin deymiz. Men bu xonadonga tashrif buyurishdan oldin sizni farzandlaringiz bilan suhbatlashgandim. Bu yerga kelishdan oldin farzandlaringizdan so'radimki, ayta olasizmi otajoningizni, onajoningizni qanday so'zlar bilan xursand qilay, qanday so'zlar bilan tabriklay deb so'raganimda ular menga aytdilarki, bizni bugun otajonimizni, onajonimizni mana shunday xursandchilik kunlarida ularni shunday so'zlar bilan xursand qilingki, shunday so'zlar bilan tabriklangki, ammo ularga oz dedilar. Ular aytdilarki, bizni so'zlarimizni siz orqali aytmoqchimiz, iltimos aytib qo'ysangiz dedilar. Otajon, onajon, biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling, omon bo'ling. To'ylarimizda, bizni farzandlarimizni xursandchilik kunlarida doimo yonimizda tirgak bo'lishlik uzoq yillar sizlarga nasib etsin dedilar. Ilohim sizlarni haj safarlariga olib borish biz aziz farzandlaringizga nasib etsin dedilar. Ilohim sizlarni duolaringiz bizni doimo qo'llab-quvvatlasinlar. Allohim panohida bo'linglar deb niyat qildilar. Dukkisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'lin dadil uzatsin nonga. Hayot bo'lsa kimning otasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Go'zal taqdir peshonasi bor, tillo taxtli koshonasi bor, Makka tillo ostonasi bor. Hayot bo'lsa kimning otasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Osmon kulsa oyi o'shadir, kamon uchsa yoyi o'shadir, odamlarning boyi o'shadir. Albatta hayot bo'lsa kimning mana shunday otajoni, hayot bo'lsa kimning onasi. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohim umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Mana shunday xonadonlaringizni xursandchilik kunlariga hech qachon ko'z tegmasin deymiz. Barchalaringizni e'tibor
mehmonlaringiz uchun, mana shunday aziz insonlarning xursandchiligiga sherik bo'lganlaringiz uchun sizlarga ham ta'zim aylaymiz deb, hozir sizlarni albatta tabriklash uchun farzandlaringizning o'zlarini dil so'zlari bor. Albatta hozir Orzugul keliningizni hamda o'g'lingizni, qizlaringizni chaqiramiz. Albatta o'zlaringiz chiroyli dil so'zlar bilan otajoningizni, onajoningizni tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. Keling. Og'aylar, yigitlar, xo'jalar, qarindoshlar, xudondalar, Orzugul kelin davrani savutmang, tortib turing. atalgan o'zini tilla uzuklari bilan Mana tilla uzukda qilyapti meni qo'limga. shirinliklar onajonimizga muborak bo'lsin. Onajon, ilohim bundan-da yaxshi sovg'alar sizlarga nasib etsin deyman. Hozir sizni qizalog'ingiz Dildor aka so'z navbatini beramiz. Albatta o'zini ajoyib dil so'zlari bor. Hammani oldida aytmoqchilar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezmonlar, xush kelibsizlar. Ayajonim, dadajonimning tug'ilgan kunlariga. Ayajon, dadajon, yuzlarga kiringizlar. Hamisha baxtimizga sog' bo'lingizlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' bo'lib yuringizlar. Kattakon rahmat aytamiz. Ilohim mana shunday kelin emas, qiz o'rnida mana shu qizingizni ham doimo duo qilib, nabiralaringiz to'ylarida doimo bosh bo'lib yurishlaringizni so'rab qolamiz deymiz. Mana shunday shukrona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deya, onajon siz uchun atalgan farzandlaringizni ajoyib bir she'r satrlari bor edi. Ijozat bersangiz o'qib eshittirmoqchiman. Har qadam oq olar boshdagi tola. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola. Goh yolg'on, gohida rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona baxtni izladim. Yerdan izlolmayin ko'kni ko'zladim. Qo'shiqlar kuyladim, ming bor muzladim. Topgan shuhratidan mastdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Dunyoni boshidan qo'ysam gar yiroq, o'zi tutgan shoxga olovlar qo'yib. Yig'lasang foyda yo'q, so'ng to'yib. O'zicha osmonga mosdir bu dunyo. Onajonimning poyidan pastdir bu dunyo. Onajon doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin. Albatta sizni yaqinlaringiz ham onajon sizga atalgan chiroyli sovg'alari bor. Albatta barchalar sovg'alarni albatta onajonimiz uchun olib kelishlaringizni so'raymiz. Marhamat, olib keling. شب ما غرق گل و شادی شوره از جشن ستاره آسمون یه باچه نوره امشب خونم پر از Muborak bo'lsin onajon. Mana shunday doim yaqinlaringiz qurshovda doim mana shunday xursandchilik kunlaringiz ko'p bo'lsin. Hozir shu yerda Mushtari nabirangiz siz uchun chiroyli she'rlari bor ekan. Mushtarixon keling yonimizga. Hozir
Mushtariy qizimizga beramiz so'z navbatini. Assalomu alaykum avvalambor hammalaringizga. Bugun men mehribonimni, hayotimning mazmuni onajonimni tug'ilgan kunlari. Onajonimga deb she'rim bor. Chiroyingiz gullar naslidan, go'zallarning naqshi siz onam. Qolishmaysiz bahor faslidan. Siz hammadan yaxshisiz onam. Borligingiz baxtimdan darak. Mehringizdan sevinar yurak. Ming yaxshilar menga ne kerak? Siz hammadan yaxshisiz onam. Mehringizdan oromda jonim. Omad o'rab turar to'rt yonim. Fayzlidir sizda har onim. Siz hammadan mehribonim, go'zalim, farishtam. Siz hammadan yaxshi insonsiz onam. Juda ham yaxshi ko'raman sizni onajonim. Mushtarixon, kattakon sizga rahmat aytamiz. Ilohim sizni mana shunday to'ylaringizda ham onajoningiz doim xizmat qilishdan charchamasinlar, tolmasinlar. Ilohim siz ham baxtli bo'lib, onajoningizni doim mana shunday xursand qilib yuring. Ilohim mana shunday mehr-oqibatlaringizga ko'z tegmasin deymiz. Azizlar, sizlarni mana shunday onajon sizni xursand qilgan bo'lsak, bugun biz ham bag'oyatda xursandmiz deymiz. Hozir barchalaringizni mana yaqinlaringiz sizni tabriklaydilar, marhamat. Yaxshi ko'radi. شب ما غرق گل و شادی شوره از جشن ستاره آسمون یه پاچه نوره اون شب خونمون پر از تنین دل نوازه این کوچه پر از نوای دل نشین سازه عزیزم قبله من برات یه دنیا عشقه زندگیم با بودنت درست مثل بهشته تو خونه سبد گلهای سرخ و میخد عزیزم دوست دارم تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک Tabriklaymiz, yana bir bor shukrona kunlar muborak bo'lsin deymizda. Otajon, onajon, mana shunday so'nggi so'zimizni avvalambor endi sizlarga beramiz. Albatta sizlarning ko'ngillaringizni ozgina bo'lsa ham, kayfiyatlaringizni ozgina bo'lsa ham ko'targan bo'lsak, biz ham juda ham xursand bo'lamiz. Albatta sizlarning duolaringiz hammamiz uchun muhim. Otajon, so'z navbatini sizga beramiz. Marhamat. Sana bo'lganingni san to'qma. Archan yo'q. Hammalaring yaxshi kayfiyatda o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Qilganlaringiz uchun tasannoda. Rahmat, sog' bo'linglar. Xudolar, og'aynilar, singillar, hamshiralar. Turgancha turinglar. Hammalaring sog' bo'linglar. Hammalaringni ham mana shunday kunga yetishibdi. Qodira, san meni yon qo'shnim. Yeri mana yana turdi. Sen to'y deganingda bir akam bitta gapirsin deganingga sen mani amakimni dedi, to'shamakimni qo'ling.
dadamni tog'asini barakat olsun. O'tirganlar hammasi biladi bizlar qanday yashayapti. Amin. Mana bugun shunday xursandchilikni yetdi. O'sha sani to'yingda bitta gapirdim. Mana mushuklar keldik yoningda o'tirib deyapman. Do'st bizang yoningda o'tirib. Manzura o'ng yonida turibdi. Demoqchiman, shunda bir akam gapirsin deganingga men ko'zimga yosh olib shunday bir chiroyli gaplarni gapirdim. O'sha to'ydimi shu kuni? Esimdan chiqarmadim. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mazroxon, siz Olterada ko'p ishlagansiz, endi biz ham necha yil yashadik bor. 39 yil yashayapmiz bor. Boringmi buni? Qarangchi, shunchalar tezlik ketdi. Agar biz shu Nigora kelinimiz birgalikda Nagorniga borib yoki Chinobodga borib, Toshkentga borib dam olib kelaversak, buni yana bir 50 yil javob bersak. Demoqchiman, hammalaring boringlar, bir aylanib kelib, bunday bir chiroyli nafas olib, chiroyli umrni uzoq qo'ygan joyga borsak. Shunaqa bor dam olishlarda hammalaringga Xudo nasib etsin. Nima demoqchiman, endi Manzuraxonning oti ikkita. Birinchisi Dilbarxon, ikkinchisi Manzuraxon. Qarang, soat bilan baylandi. Manzuraxon, men to'g'ringizni bitta she'r aytmoqchi bo'lyapman, siz meni qopatmaysiz. Aylanma ko'chada ko'rdim bo'yingga, yadimdan chiqardim rangi o'yingga. Qomatingga balijon, qora ko'zim, alla jonim alla. Eshigingdan men o'tardim ko'makka, bir qom bermading yar yemakka. Nega o'ylasan Murod aka demakka, galavar joningga joning aylansin. Qomatingga balijon, qora ko'zim, alla jonim alla. Şu meni baxtimga, bola chaqani baxtiga, nevaralar baxtiga, og'aynilarni baxtiga, shu maloshli kombinatni baxtiga doim sog' bo'l, salomat bo'l. Dunyo turgancha tur, bolalaring bilan sog' salomat bo'l. Umring uzoq bo'lsin. Shu 100 deydimi, mayli qa 100 ko'ray qani, undan keyin birga bo'ladi. Hammalaringga rahmat, hammalaring sog' bo'linglar. Zeriktirmagan bo'lsa kechirasizlar, sog' bo'linglar, so'roq. Endiki navbat qo'shiqqa. Jiyanjon mazani shu bizlar endi bir Muhammadibon mulla bor nevarlarimiz-ku. Muhammadiblardan meni jiyanim, amakimning qizi. Sog' bo'lsin, bu ham salomat bo'lsin. Qarang, shu davrani shunday yetib keldi. Umringdan baraka top. Sog' bo'l, dadang boshiga sog' bo'l, salomat bo'l. Doim dadangga xizmat qil. Meni akam bo'ladi, amakim bo'ladi. Dunyo turgancha turing. Salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin. Hozir barchalaringizni, ko'ngillaringizni ko'tarishlik uchun ajoyib qo'shiqlarimiz bor. Barchalaringizni go'zal raqslarga taklif etamiz. Onajonimiz bilan birgalikda marhamat.
Qobil aka telefon qilaman keyin.
Ana.